Deydi, mana go'sht deydi, 1 kilo go'shtni ish bildiradi. Ha deydi. Ha deydi. Uni steak qilib sotsa qancha bo'lar ekan? O, mana buncha foyda bo'lar ekan deydi. O'zi statistika bo'yicha birinchi 3 yil ichida 80% restoran yopilib ketadi. Hozir o'zida 5-6 ming oladigan oshpazlar ko'p, yaxshi oshpaz bo'lsa. Masalan, mana hozir milliy taomlar ochilyapti, 2 million, 3 million pul tiqib qo'yishyapti ichiga. Povar o'sha ovqatni 15 minutda chiqarib berish kerak. 15 minutda chiqarmadi, 16 minutda chiqardimi, o'sha 1 minut uchun pul yo'qotish kerak. Ijodkor odam uchun bu o'limda. Bitta muammo bormi, o'sha muammoni borib turib, "Hey, unaqa qilma", unaqa qilib yechirish kerak emasda. Hech qayerda dunyoda men ko'rmaganman. O'zini mahalliy fast food brendlari dunyoviy fast food brendini yutgan. O'zini yaqin qarindoshi bu yoqdan urib ketgan, bu yoqdan qilib ketgan xodimlar ham ketirdi. Haligi ikkita nafa ushtirib qo'yishadi. Navorati qarang, shunaqa dedilar. Men qayerdan bilaysiz? Men san davno milliarder bo'lib ketding deb o'ylardim. Sen hali ham shu yuribsanmi? 20 yoshimda men MVDda ishlardim. MVDda psixologiya boshqachada. Hammaga jinoyatchiga qaragandek qaraysizda. Qolib ketyapti shuni olib, o'g'lim yeb qo'ydi. Xo'p, deb olib yeb qo'ydi. Qizim qarab kulyapti. Milliarderlarni ko'p ko'rdim. Ishda haligi osoyishtalik yo'q. Kirmaylar restoran biznesga. Bizda restoran biznesda unaqa katta monopoliya yo'q. Yirik kompaniyalar bor. Masalan, mana Safiyaga o'xshagan, Evsga o'xshagan, boshqalarga o'xshagan yirik kompaniyalar bor, lekin haligi monopoliya deb bo'lmaydi. Chunki katta bozorni bo'lsa bir 5% egallagan bo'lishi mumkin. Umumiy restoranlarning soni bir 20 mingdan oshiq. Lekin biz og'ir biznesda. Og'ir biznes, kichkina biznes, keyin mayda biznes, juda qo'lga oladigan biznes. O'shanga ham katta anaqalik kompaniyalar kirmasa kerak bu narsaga. Bir tomondan tinchroq, ya'ni haligi katta konkurensiya, raqobatchilik bosimi unaqa katta emas, lekin o'zingiz atrofingizni katta-da, raqobatchilik katta. O'ylashadiki, restoran biznesi deydi, bu haligi oson biznesda, hamma deydi, mana go'sht deydi, 1 kilo go'shtni ish bildiradi. Ha deydi. Ha deydi. Uni steak qilib sotsa qancha bo'lar ekan? O, mana buncha foyda bo'lar ekan deydi. Oson ko'rishadi. Uni ichidagi nakladnoy расходlari, uni ichidagi haligi arendasi-yu, ishchi kuchi-yu, boshqasi-yu, uni nalogi, uni hammasi hisoblanmaydi. Keyin biznes ochishadi-da, men deydi, sizga bir 20%, 30% qo'ysam yetadi menga deydi. 1 ga 3 bo'lmasa yetmaydi, o'zi hech narsaga qolmaydi. Oson biznes deb o'ylashdiki, men deydi, o'zim uchun biznes qilib qo'yaman, boshqa joyga borib, mana shuncha pulim ketyapti, aytib ovqatlanaman, boshqa qilaman. O'zim uchun qilib qo'yaman, o'zim ohanlarim bunaqalim kelib turadi. Shunaqa bo'ladi. Bunaqa ishlamaydi. Bu yo'q, faqat biznes yoki borib boshqa joyda ovqatlanganingiz arzonroqga tushadi. Bu hammasi marketingdan kelib chiqadi. Birinchisi siz konsepsiyangiz. O'zingizning mijozlaringizni juda yaxshi bilishingiz kerak. O'sha mijozlarga nima kerakligini bilish kerak. Shuni asosida konsepsiya yaratiladi. Konsepsiya qilingandan keyin o'sha mijozlar bu joyda bormi, yo'qmi, lokatsiya demak. Chunki zo'r konsepsiya qilib qo'yish mumkin. Sizga kerak bo'lgan odamlar yo'q. Nihoyat uchinchisi, sizni biznesingiz tizimlashganmi, yo'qmi? Chunki agar hammasi haligi ruchniy управлениеda bo'ladigan bo'lsa, ertami-kech siz joyingizga tegadi, hamma narsani o'zingiz kontrol qila olmaysiz. Qayerdadir to'kilishni boshlaydi. O'zi statistika bo'yicha birinchi 3 yil ichida 80% restoran yopilib ketadi. O'shani 60-70% birinchi yil yopiladi. Yana boshqa statistika bor, 80% restoran ubыточный foyda keltirmaydi. Buni eng birinchi sababi o'g'irlik. Buni ko'zi ko'rinmaydi, uni bilmaysiz. Endi o'g'irlasa qancha olardi deysiz. Lekin hamma ozgina olgandan keyin o'zi tegi qolmaydi-da. Keyin o'g'irlikning bitta yomon narsasi bor. O'sha o'g'irlagan pulida ham emas. O'g'irlagan odam hech qachon o'zini yomon degisi kelmaydi. Sizni ayb sizdan qidiradi. Ana deydi, o'zi palonchi, o'zi muttaham, o'zi bunaqa edi. Keyin ular bir-biriga tasdiqlashni boshlaydi shu narsani. Keyin tasdiqlagandan keyin ular hammasi birlashib sizga qarshi dushman bo'lib qoladi. Demak, siz o'zingizning pulingizga o'zingizga dushman sotib olasiz-da. Bunaqa bo'lgandan keyin bular sizni restoraningizni gullashini o'ylamaydi. Bir tezroq
yopilib bankrot bo'lsangizki, siz dushmansizda. O'shanda xursand bo'lsa bo'ladi. Keyin boshqa joyga borib ishlashaveradi yana. Odam qachon o'g'irlamaydi? O'zidan bo'lsa, o'zidan. Demak, shunaqa tizim qurilishi kerakki, bu o'zini puli bo'lib qolishi kerak. Ana o'shanda o'g'irlash imkoniyati yo'q. Keyin o'sha tsepочкада bittasi o'g'irlamasa, boshqalarga o'g'irlashga qo'ymaydi. Mana biz qilamiz, sherikchilik. Povar o'zi mahsulot sotib oladi-da, nimadir qilib ofitsiantlarga sotadi. Demak, o'zini biznesi bo'lib qoladi-da bu. O'ziniki bo'lgandan keyin o'zidan o'zi o'g'irlamaydi. Bu o'g'irlamagandan keyin ofitsiantga ham qo'ymaydi o'g'irlash. Chek urmasdan bermaydi hech narsani. Biznes egasi hisob-kitobi yo'q. Pulni sanashni bilmaydi. O'zi to'g'risi, men 25 yil bo'lgan bo'lsa, restoran biznesi ichida hali bitta ham restoran ko'rmadim, to'g'ri hisob-kitob qo'yilgan. 100% to'g'ri. Nafaqat O'zbekistonda, Rossiyada ko'p restoranlar ko'rganman, Qozog'istonda ko'p restoranlar borib ko'rganman, ichidan o'rganganman. Yo'q. Buxgalterlar ishlaydi. Masalan, hatto 2-3 buxgalter ishlaydi restoranda. Отчет olib keladi oy oxirida. Lekin bunday ichini ko'rib, bir yaxshilab tiskilasangiz, hammasi chizilgan отчетlar. Nima sababdan? Chunki o'zi aslida to'g'ri hisob-kitob biznes egasidan boshqa hech kimga kerak emas-da. Hisob-kitob bo'lmagandan keyin siz bilmaysiz pulingiz qayerdan oqib ketayotganini. O'zi foyda qilyapsiz, qilmayapsiz, qayerda foyda bor, nimani sotishingiz kerak, nimani sotmaslik kerak, qancha nima bilmaysiz. Yani yaqinda bitta restoranni ko'rdik, 45 ming so'm shashlik qilib qo'yganda. Tan narxini hisoblasak, 43 ming so'm chiqyapti. Steak qo'yib qo'yibdi 180 mingga. Tan narxini hisobladim, u 180 mingdan oshyapti-da. Zararga. Demak, bitta oylikni hisoblaganingizdan keyin, ichidagi narxasini hisoblaganingizdan keyin g'ir zarar narsa-da. Odam kelyapti, оборот katta. Lekin har bitta kelgan odam pul olib ketyapti o'zi bilan. Zararda har bittasidan. Hech qaysi kadr mana kim olgan taqdiringizda ham sizga to'g'ri hisob-kitob qo'yib bermaydi, chunki aytganimdek, biznes egasidan boshqa hech kimga kerak emas hisob-kitob. Demak, shunaqa tizim qo'yilishi kerakki, o'sha hisob-kitob faqat sizga emas, boshqalarga ham kerak bo'lishi kerak. O'shandagina ishlaydi xolos, bo'lmasam ishlamaydi. Hech narsa qolmasligi ham mumkin. Yana yondan olib kelishi ham mumkin uydan. Zo'r bo'lganda 20-25% qoladi. Food cost, ya'ni tan narxi, ishchi kuchi, labor cost, и прочее deymiz, uning ichiga hamma narsa kiradi. Расходникlar birinchi navbatda. Demak, ko'miri-yu, gazi-yu, sveti-yu, boshqa narsasi. Uni arendasi, nalogi va hokazo hammasini ayirib tashlaganingizdan keyin oxirida qarabsizki, muzdek bo'lib o'tiraverasiz. Ikkita eng katta xarajat bu tan narxi bilan ish haqi. Yana ham bizda ish haqi unchalik baland emas. O'shaning uchun yana ham hali sal konkurentniroq bunaqa ishlar olamiz-da. Masalan, Yevropada ish haqi tan narxidan 2-3 barobar qimmat. O'shaning uchun u yerda eng katta labor cost. Eng qiyini ham shunda. Hozir o'zida 5-6 ming oladigan oshpazlar ko'p, yaxshi oshpaz bo'lsa. Agar chef-povar bo'lsa, juda yaxshi oylik oladi. 2 mingdan boshlanadi. Cheran narxi 20% dan oshib ketishi kerak emas. Endi bu ham o'sha aylanmangizga ham bog'liq, keyin siz natsenkangizga bog'liq, marjangizga. Lekin agar 20 dan oshadigan bo'lsa, muammo. Ideali 10 bo'lishi kerak. Biz 2 yil mo'ljal qilamiz. Lekin bu hech narsa degani emas-da. 10 yilda ham qaytmasligi mumkin, 1 yilda qaytishi mumkin. Eng zo'r proyektimiz 10 oyda o'zini oqlagan. Bilib bo'lmaydi, oldindan bilmaysiz. Keyin biz unaqa ko'p pul ham ketkazmaymiz-da, boshqalarga qaragan. Masalan, men 300 mingga, 300-350 mingga qilgan restoranimni shunday yonimdagi restoran masalan 2 millionga qilgan. Hozir mana hamma shu katta restoranlar ochilayotganiga hammasiga 2-2,5 million pul ketyapti. Bilmayman nima qilsa bo'ladi 2 millionga. Albatta hamma ham xohlaydi. Lekin uni siz qancha sarflaganingizdan emas-da gap. Mijoz kelyapti-da, siz narxingizni 3 barobar qimmat qilib qo'ydingiz. Nimaga unaqa qimmat desa, men bu yerga ko'p pul ketkazganman. Nima ishi bor qancha pul ketkazganingiz bilan? To'g'rimi? Unga mahsulot kerak-ku. Chunki masalan go'sht narxi oshib ketdi deylik. O'sha payt go'sht kamayib qoldi bozorda, narxi oshib ketdi. Majbur oshirishingiz kerak. O'sha ham tez oshira olmaysiz. Oshirsangiz odam yo'qotib qo'yasiz. Sekin ko'tariladi. Ungacha minusga kirib yotaverasiz. Go'sht deyarli hammasi import.
o'zimizni go'shtimiz kam, o'zimizga yetmaydi. Go'sht juda ko'pi importdan keladi. Birdaniga oshira olmaydi-da. Oshirsa bir 5% oyiga oshirishi mumkin. O'sha bilinmaydi. 5% dan. Masalan, bozor 30% ga oshib ketdi-da. Siz uni sekin-sekin 6 oy ichida unga yetib olishingiz kerak. Agar bittada 30% oshirib qo'yadigan bo'lsangiz, odam qochib ketadi. Ungacha oshirib borguningizcha, уже bu yoqda qolgan narxlar ham oshib turaveradi-da. Birinchi oshpaz tarafdan tuziladi. Keyin uni hisoblanadi. Hisoblab ko'ramiz-da, agar to'g'ri keladimi o'zi. To'g'ri kelmaydi. Agar to'g'ri kelmasa chiqarilmaydi ham. Hali degustatsiyaga ham chiqmaydi. Chunki birinchi prarabotka qiladi. Prarabotka qilgandan keyin kalkulyatsiyasi qilinadi. Kalkulyatsiya o'zi hisoblanadi, programmani o'zi hisoblaydi. O'sha bizga kerak bo'lgan себестоимостьga tushadigan bo'lsa, o'shanda keyin degustatsiya qilinadi. Bo'lmasa keragi ham yo'q. O'zi oshpaz tomonidan, lekin bu ham bunaqasi bor-da. Hamma oshpaz ham yaxshi sex karta qila olmaydi. Hamma oshpaz ham yaxshi ovqat o'ylab topa olmaydi. Bunga tvorческий odam bo'lish kerak. Ya'ni ijodkor bo'lish kerak. Ijodkor oshpaz bitta joyda ko'p ishlay olmaydi. Ishlab har kuni bir xil ish qilish unga o'limda. O'shanga haligi yo birinchi sheflar bo'ladi alohida. Ular kelib faqat shu menu tuzish bilan shug'ullanadi. Yoki qayerdan tashqaridan spetsialist chaqirasizda, u sizga menu qilib beradi. O'zingizni shef poveringiz shu narsani qila olmaydi. Chunki shef pover qiladigan ishi har kuni bir xil sifat, bir xil ko'rinish, mana shu bir xil narsa chiqarib berish kerak. Ijodkor odam uchun bu o'limda. Masalan, mana korzinka qaysidir narsalarni minusga sotadi. Odam chaqirish uchun. Mana shu narsa deb odam keladi, keyin boshqa narsalar olib ketadi. Shunaqa narsasi bo'lishi mumkin. Mana osh masalan shunaqa qilishadi ko'pincha. Osh arzon qilib qo'yadi, odam keladi, keyin choy, poy, salat, nondan pul ishlanadi. Endi bunaqasi bo'lish kerak degan joyi yo'q. Agar boshqa ilojisi bo'lmasa, boshqa narsa qila olmasangiz, shunaqa qilsa bo'ladi. Lekin iloji boricha, endi bu zararga kiradigan narsa-da, bunaqa narsangiz kamroq bo'lishi kerak. Noto'g'ri lokatsiyaga noto'g'ri konsepsiya qilib qo'yiladi. Masalan, mana o'zimizda Ribolov degan restoran ochdik. Zo'r restoran chiqdi, yaxshi restoran. Moreprodukti. Ko'proq o'zimizda mahalliy baliqga qildik. Ochgan joyimiz Seulmunda bo'ldi. Ochayotgan paytimizda hali hech narsa yo'q edi-da u yerda. Nima bo'lishini bilganimiz yo'q. Keyin qarasak, ochilgandan keyin hamma yoq fast food bilan to'ldi. O'tga keladigan mijozlar, u haligi bizani mijoz bo'lmadi. Restoranga boradigan mijoz yo'q o'tda. Mana bu odamlar kelib turib, parkovkani hamma yoqni to'ldirib tashlaydi. Ular hatto ovqat ham yemaydi. Ular keladi faqat hali fontanni oldida rasmga tushishga, o'sha yurib marojniy yeyishga, boshqaga keladi-da. Parkovka to'la bo'lganiga pul to'lashga tayyor bo'lgan mijoz kelmaydi yoq. Mana yoz paytida o'zim bormay qo'ydim o'tga, chunki kiraman desa joy bo'lmaydi-da. Mashinani yo'l narigi betiga tashab, bir kami 500 metr yurib kelishingiz kerak. Qaysi mijoz keladi? Yopdik, hamma chiqib qizil zarar bo'ldi. Bo'lmasam zo'r proyektlar, rosa chiroyli zo'rcha joy edi. Hozir juda naqasi o'sgan. Hozirgi mijozi talabi juda o'sgan. Agar 5 yil oldin sal yaxshi ovqat qilib, interyeri sal chiroyli bo'lib, toza bo'lib, sassiq bo'lmasa bo'ldi edi-da, kelib, yaxshi edi. Hozir надо выпрыгивать из штанов deydi-yu, haligi o'zingiz kallangizdan baland sakrashingiz kerak-da. Chunki talab juda baland. O'sha raqobat katta bo'lganiga narx pasayib boryapti. Lekin talab juda katta. Arzon joyga ham kirganda ham baribir ham zo'r servis bo'lishi kerak, o'sha ham talab qilishyapti odamlar. O'sha chiroyli remont bo'lishi kerak ichida. Yaxshi mebel bo'lishi kerak, yaxshi haligi idish-tovoq bo'lishi kerak. Anaqa o'sha o'rtacha narsa to'g'ri kelmayapti. Ana ofitsiantlarga talab, qimmat restoranga borsangiz ham, oddiy haligi milliy taomga boradigan bo'lsangiz ham talab bir xil. Kutuv bir xilda ulardan. Qimmat restoranni darajasidagi talab bo'lib qoldi hozir. Masalan 5-6 yil oldin plastmasli stul qo'yib qo'ysangiz ham bo'ldi deydi, odam kelib o'tirib, shu ovqat yaxshi ekan deb yeb ketaverardi. Hozir bunaqa yetarli emas. Hozir yaxshi mana bunaqa yumshoq stullar bo'lmasa, masalan mana hozir milliy taomlar ochilyapti, 2 million, 3 million pul tiqib qo'yishyapti ichiga. Remonti qimmat restoranni remonti ichida. Xuddi o'shanaqa qimmat idish-tovoq, xuddi shunaqa qimmat haligi mebel. Lekin narxi juda arzon. Qanaqa ularni konkurensiya qiladi? Yaqinda bitta tanishim kelyapti, og'aynim.
kimligini aytmayman. Ularda katta setka, milliy taomlar setkasi. Men tushunmayman deydi, qanaqa bilan raqobatlik qilsa bo'ladi. Ana qarang deydi, 3 million pul ketkazibman bunga deydi. Qarang buni ichini deydi. Men tushunmayman deydi. Qanaqa to'g'ri kelmayapti narxlarimiz. Narxni arzon qilib qo'ygan deydi. Bular endi faqat yoki juda katta оборот hisobidan chiqib ketadi. Yoki pulni hisoblash bilmaydi. Bunaqalar ham ko'p. Foydasini hisoblash bilmaydi-da, minusga kirib ketaveradi. Shu masalani ustida 10 yildan beri o'ylayapmiz-da. 10 yildan beri ishlab kelyapmiz shu ustida. Nima qilish kerak? O'sha narsa faqat sizga kerak bo'lmasligi kerak-da. Hamma sizni restoraningizda sizga kichkina sherik bo'lib qolish kerak. Endi olib turib hozir hammasini sherik qilaman deydigan bo'lsangiz, u ham ishlamaydi, chunki ular uchun haligi длинный фонарик deydi, uzoqni ko'rmaydi-da. Lekin tizim shunaqa bo'lishi kerakki, mana hozir to'g'ri ish qildimi, o'sha momentda, o'sha zahotda o'zida qanaqadir foyda keldi. Noto'g'ri ish qildimi, pul yechildi. Mana hozir o'zida. Mana aytdim, masalan, povor pishirib sotadi. Ofitsiant sotib oldi, borib anaqaga sotdi. Sotgan zahotini o'zida, o'sha yerda o'zida pul ishladi. Povor o'sha ovqatni 15 minutda chiqarib berish kerak. 15 minutda chiqarmadi, 16 minutda chiqardimi, o'sha 1 minut uchun pul yo'qotish kerak. Tizim shunaqa qo'yilishi kerakki, mana hozir biz hali sun'iy intellekt yordamida shuni qilyapmiz. Ovqat berilyapti, berilgan tepada kamera o'shani anaqasini o'qiydi. O'sha ovqat shu sun'iy intellekt yoqmadimi? Demak, povorga pul sanalmaydi shunga. U tekinga qilib bergan bo'ladi-da uni. Har bitta mana shunaqani qilgan, to'g'ri qilgan ishga o'sha zahoti pul olish kerak. O'shanda har bittasi o'zini biznesi to'g'risida o'ylaydi. O'zini aravasini tortishga o'ylaydi-da. Общий arava, keyin bitta katta arava bo'lgandan keyin hamma tortib ketaveradi kerakli tarafga qarab. Hozir sun'iy intellekt juda katta imkoniyatlar ochib beryapti. Hozir biz o'zimizning haligi programmamiz ichida tiqsa bo'ladigan joyga hamma yoqqa tiqib tashlayapmiz sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt nafaqat sizga просто analiz qilib отчет chiqarib berish kerak. Sizga o'zi aslida отчет ham kerak emas-da. Sun'iy intellekt analiz qilish kerak-da, sizga aytish kerak, nima qilish kerakligini. Sizdan faqat so'rash kerak. Mana shu narsani qilish kerak, qilaylikmi deyish kerak. Ha, desangiz borib, o'zi sizni xodimlaringizga o'zi ish tarqatib, keyin ulardan o'zi kelib so'rab olish kerak. Qilding, qilmading, qanaqa qilding? Ish qabul qilish kerak. Mana sizni oshpazingiz bugun yomon kayfiyat bilan ishga keldi. Nimadir bo'ldi, xotin bilan urushib qoldi, shu narsa bo'ldi-da. Ovqat shunaqa narsaki, haligi siz o'zingizni yanaqangiz berishingiz kerak, joningizni berishingiz kerak-da, o'shanda shirin chiqadi. O'sha narsani xohlamasdan qildimi? Bir xil qilsin o'sha. Soladigan masallig'ini bir xil solib bersin. Bemasa chiqadi. Uni hali kelgan mijoz sizdan o'shani kutadi-ku. O'sha mazani kutadi. To'g'rimi? Sizdan o'shanaqani, o'sha sifatni kutadi. Kecha keluvdim, mana bunaqa edi deydi, bugun kelsam, aynibdi deydi. Boshqa kelmayman boshqa. O'zi ham kelmaydi, o'z og'aylarini olib ketadi orqasidan. Bitta restoran qilishadi-da. "Voy, yaxshi chiqdi, davay endi tarmoq qilaman" deydi. Undan ham yomoni franšiza sotishga tushadi. Bitta restoran sizsiz to'liq ishlamaguncha uni tarmoq qilib bo'lmaydi. Agar o'sha tepasida turib, mana bunday qarab tursangiz, ishlasaki, o'girilsangiz ishlamasa, u tarmoq qilib bo'lmaydigan narsa. Chunki siz ikkita joyga o'zingizni bo'la olmaysiz-da. Ikkita restoran ochildi degani bu 50% siz vaqtingiz ketdi degani emas. Ikkita bo'lgandan keyin sizda 20% bo'ladi. Chunki bu yoqqa ham ulgurmaysizda. 3ta bo'lgandan keyin 30% dan emas, 3ta bo'lgandan keyin 10% dan qoladi. O'shanga qachonki uni tizimlashtirib, bir zo'r tizim bo'lgandan keyin faqat o'shanda ko'paytirsa bo'ladi. Masalan, mana McDonald'sga kirsangiz, dunyoning qaysi shahariga kirib o'sha burgerni yeb ko'rsangiz, bir xil mazza bo'ladi. Nimaga? Chunki tizim. O'shanda uni cheksiz tarmoqlashtirsangiz bo'ladi. Birinchisi bu biznes egasini o'sha xohishi o'zi. Shu narsa juda kerak bo'lishi kerak. O'zi xohlamasa, boshqa hech kimga o'tkaza olmaydi uni. Chunki aytganimdek, bu narsa o'zidan boshqa hech kimga kerak emas-da. Buni hammaga majburiy kiritish kerak. Bu o'zini xohishi. Ikkinchisi, odam o'zi ham haligi sistemniy mishleniya deydi. O'zi haligi tizimiy fikrlash kerak. Bitta muammo bormi, o'sha muammoni borib turib, "Hey, bunaqa qilma", unaqa qilib yechirish kerak emas-da. O'sha muammo bo'lyaptimi? Demak,
o'ylash kerakki, nima sababdan bo'lyapti buni. Sababi qayerda? Mana bu yerda emas, naryoqda bo'lishi mumkin-da u sabab. Nima qilishim kerakki, naryoqdan shuni tuzatsam, shu narsa boshqa hech qachon takrorlanmasin. Yana bitta muhim narsa, tizim hech qachon odamga bog'lanishi kerak emas. Agar shu tizimingiz, men bitta yaxshi, zo'r ishchi bo'lish kerak, shuni qo'yib qo'ysam, mana ishlaydi. Agar bu odam bo'lmasa, boshqasini qo'yib qo'ysam ishlamaydi bo'lsa, unda tizim emas u. Tizimga xohlagan odamingizni qo'ysangiz, bir xil natija bo'lishi kerak. Masalan, mana McDonald'sga kim ishga olmasangiz, bir xil burger chiqadi. Eshmatmi, Toshmatmi, Jo'mi, Michaelmi, boshqasimi kim ishlamasa, bir xil burger chiqadi. Boshqacha iloji yo'q. Chunki ana bu tizim. Menda zo'r shef-povar bo'lish kerak, ana o'shanda bu men bitta ishlaydi degan bo'lsa, yo'q, u tizim emas. O'zi aslida franshizani nimaga qilishadi? Masalan, qayergadir boshqa shaharga men rivojlanishim kerak. Shu yerga qilishim kerak-da. Meni o'tda hech tanishim ham yo'q, men u bozorni tushunmayman o'zim. Keyin o'tga men alohida menejment naнимать qilib qo'yib, uni tepasidan qilish qiyinroq. Demak, franshiza qachon sotilishi boshlaydi? Shu yerda bu odamni o'zi shu biznes ichiga kirib, tepasida turib ishlashga tayyormi, yo'qmi? Agar yo'q, meni просто pulim bor, o'sha franshiza olib men qo'yib qo'ymoqchiman, o'zi ishlaydigan bo'lsa, unaqa ishlamaydi franshiza. O'zi juda shunga jalb qilingan bo'lish kerak ishga. Demak, o'zi biznes tepasida bo'lish kerak. Bu основатель kinosida ham yaxshi ko'rsatilgan. Boshida haligi puli ko'p odamlarga sotishni boshlagan franshiza, qarasa ishlamayapti. Yo'q degan, haligi kichkina oilaviy biznes qilib sotishim kerak o'shani. O'zini ozgina puli bor, lekin o'zi to'tda borib ishlamoqchi. Ana shunda ishlaydi. O'zi aslida agar sizga zo'r tizim qo'yilgan bo'lsa, franshiza kerak emas. Sizga masalan, mana Evos franshiza bermaydi. Safiya franshiza bermaydi, Bom bermaydi. Nimaga? Chunki o'zligi zo'r tizim qo'yib oldi. Uni borib o'zi ochgani osonroq. O'tga franshiza qo'yib, uni qilgandan ko'ra. U franshiza kontrol qilish undan ham qiyin-da. Agar mana shu kiritgan investitsiyangiz foyda olib kelishiga ko'zingiz yetsa, to есть sizda qanaqadir planingiz bor, rejangiz bor. Mana men narsalar qiladigan bo'lsam, shu foydani oshiradi. O'shanaqa bir aniq rejangiz bo'lsa-ki, investitsiya kiritish kerak. Agar aniq reja yo'q, mana shu yerga qanchadir pul kiritish kerak, bo'xshab qolar, bo'lmasa yurib qolar, yaxshi bo'lib ketar, bu javob emas. Yoki sizga javob yo'qmi, nimani hisobidan o'sishiga? Unda yopish kerak. Yoki shunga javobi bor odamni topish kerak, qatini qidirish kerak. Ungacha investitsiya kiritish foydasi yo'q. Toshkent deyarli to'yilgan. Deyarli. Viloyatlarda hali bor boshliqlar. Toshkentda ham bor o'ziga yarasha boshliqlar, lekin men restoran sohasida emas. O'shani yonida. Ya'ni alohida haligi узкий нишевый konsepsiyalar bo'yicha. Bizda qiziq situatsiya bo'ldi-yu. Bizning o'zimizning mahalliy fast food, masalan, pizza brendlarimiz kuchli bo'lgani hisobiga chetdan naqali kirib kela olmadi. Bitta mana shu uspешный kirib kelgani mana KFC bo'ldi. Boshqa bittasi ham kira olmadi. Nechta pizza brendi kirib keldi? Chalovli hammasi. Nimaga? Chunki Bellissimo juda kuchli. Evos, Oqtepa, Fidab juda kuchli. Hech qayerda dunyoda men ko'rmaganman. O'zini mahalliy fast food brendlari dunyoviy fast food brendini yutgan. Hech qayerda ko'rmadim. Juda katta respekt-da. Masalan, pizzada biz o'zimizning mahalliy pizza bo'lmagan hech qachon. Pizzada hammani yutishdi. Birinchi muammo hisob-kitob. Shu hisob-kitob qo'yishdi. Ikkinchi muammo haligi xodimlarga bog'langanlik. Ya'ni ko'p joyda qarindoshlar ishlaydi. Nimaga qarindoshlar ishlaydi? Chunki haligi biznes egasi hech kimga ishonmaydi-da. Dedi, men tanishim, og'aynim, qarindoshim, bilan qo'yishni boshlaydi hamma yoq. U o'zini qarindoshini qo'ygandan keyin uni tekshira olmaydi-da. Ko'ngli bo'lmaydi, qarindoshim bunaqa. Ketdi boshlandi deb o'tdi. Juda ko'p shunaqa misollarni bilaman. Haligi o'zini yaqin qarindoshi bu yoqdan urib ketgan, bu yoqdan qilib ketgan, yaqin yoshlikdan katta bo'lgan og'aynilari, hattoki даже o'g'irlamagan taqdirda ham uni qanaqa qilib majburlab ishlatasiz? Nimaga u sizning manfaatingizni o'zining manfaatidan masalan baland qo'yish kerak-da? Hamma o'zining manfaatini o'ylaydi. Sherikchiligiga nimaga qarayman? Faqat
ularni orasida bo'lingan bo'lishi kerakda. Masalan, sherik nima ish qilish kerak? Bu sherik mana bunga javobgar, bu sherik bunga javobgar. Bunisi bunga. Agar ikkita sherik bir xil bitta ish qiladigan bo'lsa, bo'lmaydi, ularda konflikt interes boshlanadi. Keyin sherikchilik bo'lgandan keyin qaysidir sherikni gapi oxirgi bo'lishi kerak. Ikkita sherik kelishmadida, kimi gapi oxirgi? Oxirgi gap kimdirdir bo'lishi kerakda, mana yo'q bunda, yo'q bunda. 51% kimdirdir bo'lishi kerakda yoki tam 50.001% farqi yo'q, kimdirdir oxirgi so'z qolishi kerak. Yoki yaxshi sherikchilik, masalan, kimdir o'zini puli bilan kiradi, kim joyi bilan kiradi, kimdir operatsionkaga javob beradi. Va kimdir strategiyaga javob beradi deylik. Faqat o'sha narsa aniq chegaralangan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, birinchidan haligi bir-biridan qilishni boshlashadi ular. Bir-birini turtishni boshlaydi-da. Kechidan javobgarlik olmaydi. Bir-biriga tashaveradi-da, bu aniq qilish kerak edi deydi, yo'q, sen qilishing kerak edi deydi. Keyin xodimlar ham qilish biladi, kimga quloq solish kerak. Xodimlar ham xitrda. Haligi ikkitani ham ushtirib qo'yishadi. No'g'ri, qarang, bu shunaqa deyiladi. Men qatam deydi. Kimga borganda, mana u nafaqat restoran biznesini, umuman hamma biznesni hozir sun'iy intellekt o'zgartiradi. Juda kuchli o'zgartiradi. Hatto restoran biznesini ham. Borgan sari raqobatchilik oshib boraveradi. Borgan sari narx tushiradi. Narx tushgandan keyin demak hamma yana qayerdan buni optimizatsiya qilishni o'ylayveradi. Tizimli, setivoy qili yana kuchayib boraveradi. Nimaga? Chunki ularda richak bor-da, katta. Ular bitta narsani bir marta qildimi, o'sha narsani 100 marta qaytarish oson yana. Keyin zakupki bilan katta richagi bor. Ana shu brend yana kuchayaveradi, mayda qilib yopilaveradi. Yana bitta tendensiya bo'ladi, узкий segmentni, masalan, hozir Guma xonim deylik, mana bitta zo'r misol. Guma xonim, boshqa ovqat yo'q. Zo'r o'syapti. Nimaga? Chunki tushunarli konsepsiya, tannarxi juda arzon. Demak, arzonga sotsa bo'ladi. U bir xil narsa qilganingizdan keyin uni sifatini kontrol qilishingiz oson. Keyin joy ko'p kerak emas. Mana shunga o'xshagan konsepsiyalar rivojlanadi. Chunki mana siz xonim egiz kelyaptimi, to'g'ri chetga borasiz-da. Boshqa joy qidirib o'tirmaysiz. Voy, hali ham shuni cho'zib o'tiribsanmi? Men san davno milliarder bo'lib ketding deb o'ylardim. Sen hali ham shu yuribsanmi degan bo'lsa kerak. 20 yoshimda men MVDda ishlardim. O'sha payt o'ylagan bo'lardimki, men shu davlat bunaqasi yo'nalishi bo'yicha qayerdir ketgan bo'lardi. Bo'lsam kerak deb o'ylagan bo'lardim. Men MVDni bilsangiz juda naqada chegaralangan. Bunchalik ozod bo'lishimni kutmagan bo'lsa kerak. MVDda psixologiya boshqacha-da. Hammaga jinoyatchiga qaragandek qaraysiz-da. Men bunchalik men o'zgarishimni kutmagan bo'lsa kerak o'sha 20 yoshga. Qachon o'zingizni juda ham muvaffaqiyatli his qilgansiz? Ya'ni birinchi katta pul topganingizdami yoki qanaqadir boshqa paytda? O'z qachon muvaffaqiyatli his qilasiz o'zingizni? Siz qurgan qanaqasiz? Detishidingiz, farzandingiz. Zo'r bo'lsa, hammaga yoqsa, hamma xursand bo'lib, sizga kelib minnatdorchilik bildirganda, ana o'shanda qilasiz-da. Zo'r narsa qilman haqiqatan. Bu hali Manasda bo'lgan. Har kuni qachon kelmasangiz to'laydi. Joy yo'q. Haftada agar vyruchka bunaqa ketadigan bo'lsa, Manasda tekisildi. Chunki men 300 ta pasadishim joy yo'q, boshqa baribir bundan ko'p odam sig'maydi. Keyin Braziliyani qilganimizda 2 hafta oldinga joy bo'lmasdi jumashanbaga. Ana o'shanda o'ylagan, zo'r narsa yaratilmadi. Pul sizni o'zgartirganmi va o'zgartirganini qachon sezgansiz? O'zgartirgan qanaqa ma'noda? Qachondirchi qo'rquv paydo bo'ladi ichingizda. O'shani yo'qotib qo'yishdi. Qo'rquv paydo bo'lgandan keyin sizda ichingizda agressiya paydo bo'ladi, boshqalarga. Talabgarchilik boshqacha o'zgaradi. Shu narsa bo'lgan, qayerdadir bir kelib turadi ham. Yo'qotib qolishdan qo'rqadigan. Qo'rquv. Masalan, u
pulim ko'payib ketdi, bo'ldi manda. Bunaqa bo'lmagan, chunki unaqacha pulim ko'payib ketmagan hozir. O'zim topsam 15 so'm ketkazaman. Mana omadlilikni, muvaffaqiyatni siz kutmagan salbiy taraflari ham bo'lganmi? Ana bitta narsa zo'r bo'ladi-da. Keyinchi o'zingiz shu narsaga bog'lanib qolasiz. Hamma siz atrofingizda siz zo'r restoratorsiz deydigan bo'lsa, siz xato qilishdan qo'rqib qolasiz. Shu narsani ko'rganman o'zimda. Mana qo'rqqaningizdan keyin hech narsa qilmay qo'yasiz-da. Ishga qo'l urgisi kelmaydi yoki hozir xato qilib qo'yaman. Xato qilganimdan keyin nima deydi odamlar? O'shanga ancha o'zim nima qilib qo'yganman. Totib qo'yganman bir paytlar. Keyin yana bitta narsaga ta'sir qiladi, haligi o'zingiz biznes ichiga kirishga qo'rqasiz. Ichiga kirib, haligi bunday yengiz shimarib, davay qilaman qilish kerak o'zi, omadsizlikdan qo'rqasiz-da. Voy deb o'xshamasa-chi bo'ladi. Ichiga kirmaslikka harakat qilishdan qo'rqasiz. Risk qilishdan, ha. Keyin birovlarga san davay ani qil deb chetda turaman. Nimaga? Chunki uj men javobgarlik emas-da, uni javobgarligi. Demak, san deb normallik qilmabsan-da o'shani. Aslida qo'rquv bo'lmasa, o'zingiz kirib ketasiz. Ichiga sho'ng'ib. O'shanda sizga haligi maqsad ham kerak emas hech qanaqa. Chunki o'shani o'zi qiziq. Qiziqib ham kirib ketasiz. O'zi restoran biznesi sizdan eng katta nimani olib qo'ygan? Afsus, bolalarim bilan juda kam vaqt o'tkazganman. Chunki restoran biznesi o'zi kech payt bo'lasizda. Kech uyga kelaman. Masalan, kech turaman. Oldin shunaqa edi. Men kelganimda bolalar uxlayotgan bo'ladi. Ertalab turganimda maktabga ketib bo'lishgan bo'ladi. Ular maktabdan kelgunicha men ketaman. Demak, haftalab ko'rmasdim bolalarni. Qanaqadir qilib katta bo'lib qolishdi, qarasam katta bolalar ekan. Men qatta edim o'sha paytda. Afsuslanasizmi? Ha. Endi afsuslangandan nima foyda endi? O'zingizdagi qaysi xarakteringiz biznes uchun foydali, lekin oilangiz uchun zararli? Juda qiziquvchanman. Bitta narsaga ichiga kirsam, kallamdan sho'ng'ib kirib ketaman. O'sha payt meni teg bo'lmaydi. O'sha payt men yo'qman. Damogim ham kelmaydi. Qayergadir borib, ketdimki borib dam olayotganaqa yo'qman. O'sha payt ishlagim kelyapti men bitta. Qo'yilaman, tinch qo'yila deyman. Endi ularga ham vaqt kerak, e'tibor berish kerak. Men yo'qman. O'zi shunaqa yaratilganmiz shekilli-da. Biz qanaqa bo'lish kerak? Ana tubinkani olib, mana mamintni o'ylashga chiqib ketishimiz kerak-da. Borib, bir oy, 2 oy o'ylab turib, boshiga keyin siz javob kelish kerak. Mana yelaring endi. Ozgina o'tirib qolsangiz, zerikib qolasiz. Keyin shu zerikib qolib, men keyingisiga ketdim. Chiqib ketasiz. O'zi shunaqa yaratilgan. Dam olish kuni ham qanaqa o'tish kerak erkak kishi uchun? Indamasdan jim bitta xonada yotish kerak. Hech kim tegish kerak emas. Hech kim tegish kerak emas. U oilada teskarisi, qayergadir borish kerak, ketish kerak. Sizni eng ko'p nimaga tanqid qilishadi? Tanqid qilishadi. Men darvinistman-da. Demak, meni filosofiyam, falsafam shunaqaki, ishlamagan ishlamaydi deyman. Demak, kim yaxshi natija beryaptimi, o'sha yaxshi olish kerak. Natija bermayaptimi, demak u surish kerak bunda. Yoki prosta mana shu yaxshi odam ekan, mana shuni qilib qo'ygan ekan deb uni dashtirib yurish yoqmaydi menga. Birorta xodimni ishdan bo'shatganingizdan keyin uyga borib o'ylab qolgan paytlaringiz bo'ladimi? Har doim. Har doim. O'zi to'g'risi hech kim ishdan bo'shatgim kelmaydi. Iloji boricha cho'zib yuraman. Keyin shunaqa sharoitga olib kelamanki, o'sha odam o'zi ketadigan qilibdi. Chunki borsang, ishdan bo'shalding deyish qiyin menga juda. U shunaqa qilganim yaxshiki, o'sha odam o'zini yuzini saqlab qolib, kelib, men ketdim, shu yerda juda men qilolmayman yoki men bitta boshqa ish topildi, boshqa ekan, anaqa ekan degan bo'lsa, mayli deb aytib ketishim mumkin.
o'zi qiyin odam ishdan bo'shatish. Oxirgi marta qachon katta xato qilganingizni tan olgansiz va o'ta shaxsiy bo'lmasa bu qaysi holatda? Yetdim-ku anaqadan muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqib sekin chetga chiqishni boshladim-da. Men haligi aytdimki, men bo'ldi, hamma yoqni tizimlashtirib bo'ldim. Bo'ldi, zo'r. Bo'ldi, men faqat IT bilan shug'ullanishim kerak, men o'zinglar qurularing. Restoran biznesi shunaqa bizneski, haligi tri biznesda. Uni ichiga kirib, uni har doim o'zingiz energiyangiz bilan, o'zingiz nimadir yengillik kiritib turmasangiz, sekin so'ngib ketadi. 100% baribir tizimlashtirib bo'lmaganmiz. O'tgan tizimim hali 100% ishlagani yo'q. Uni qilib bo'lganimdan keyingina keyin chiqib ketishim mumkin-da. Xatoim shunda bo'ldiki, men o'zim biznesdan chetroq olib qoldim. Hozir endi sekin qaytib kelyapman. Qaytib natijadan o'zimni olib tashlab, natija вообще kerak emas. Qanaqa, nimaga erishamiz, nima bo'ladi, вообще qiziq emas. Biz o'zim biznes ichiga kirib, ya'ni ishqibozligiga shuni qilishga harakat qilaman. O'zi shunaqa bo'lishi kerak aslida. Nimadir qilganingizda prosta ishqibozlik qilishingiz kerak xolos. Agar qanaqadir natija qo'ydingizmi, mana men maqsadga erishishim kerak dedingizmi, bo'ldi, e'tiboringiz men bilan u yoqqa qarab ketdi. Bo'ldi, siz bugungi kundan zavq olmay qolasiz. Zavq olmaganingizdan keyin mana shu qilgan ishingiz o'xshamaydi. O'shanda daromadingiz sizga как побочный effekt bo'ladi-da. O'zingiz maza qilib qilasiz shu narsani. Qilganingizdan keyin bunga zo'r narsa chiqadi. Zo'r narsa bo'lgandan keyin unga talab bo'ladi, keyin pul keladi. Boshidan ham qilayotganingizda u pulni o'ylaydigan bo'lsangiz, men qilayotgan ishingiz o'xshamaydi. Kimni fikri hali ham siz uchun boshqalarnikidan ustunroq? Ota-onammi? 50 kirayotgan bo'lsam, baribir ota-onam oldiga borsam yosh bo'laman-da. Yaqinda qizim bilan o'tiramiz. Oilamizda o'tiramiz-da. Onamlar bilan o'tirdik. Haligi bitta naqa hinkali qolib ketibdi. Va qolib ketyapti, shuni olib o'g'lim yeb qo'ydi. Xo'p, olib yeb qo'ydi. Qizim qarab kulyapti. Baribir deydi, yosh bolasiz, onangiz deydi. Bolam yeb qo'ydi, olishib yeb qo'yasiz deydi. Baribir boshi yosh bo'lib qolaverar ekanmiz ota-onamiz. Mana biznes sizga nimani pul bilan sotib olib bo'lmasligini o'rgatdi? O'zi deyarli hech narsani sotib olmaysiz pul bilan. O'zi muhim narsalarni hech narsasini sotib olmaysiz pul bilan. Nima sotib olishingiz mumkin? Uskunalar sotib olasiz, mebel, mana shunaqalar sotib olasiz. Odam mehrini sotib olmaysiz, e'tiborini sotib olmaysiz. Eng muhimi baxt sotib olmaysiz. Eng muhim. Biz o'ylaymizki, pulim ko'p bo'lsa, men baxtli bo'laman, ozod bo'laman, manaqa bo'laman. Puli ko'plarni ko'p ko'rdim. Millioner, milliarderlarni ko'p ko'rdim. Ichida haligi osoyishtalik yo'q. Bu degani haligi puli ko'p bo'lsa baxtsiz bo'ladi degani emas. Bu degani pul bilan baxt bir-biriga bog'lanmagan narsa degani. Pulingiz ko'p bo'lib baxtli bo'lishingiz mumkin, pulingiz ko'p bo'lib baxtsiz bo'lishingiz mumkin. Pulingiz kam bo'lib turib baxtli bo'lishingiz mumkin, ham baxtsiz ham bo'lishingiz mumkin. Bir-biriga bog'lanmagan narsa-da. Qizil narsa issiq ham bo'lishi mumkin, sovuq ham bo'lishi mumkin-da. Qizil обязательно issiq degani emas. Avvalo bunaqa bo'lmasin, lekin agar hamma bizneslaringiz ertaga yopilib ketsa, o'zingizni kim sifatida ko'rasiz? Xuddi shunaqa bo'ladi, kim sifatida. Kim bo'lsam shu sifatida ko'raman, nima farqi bor? Ko'pinchalik xato shundaki, odam o'zini biznesi bilan yoki o'zini qilayotgan ishi bilan o'zini bog'lab qo'yadi. Assotsiatsiya bo'lib qoladi. Agar mana shu narsa bo'lmasa, men kim bo'laman? Men hech kim emasman. Men vrachman deylik, yoki men restoratorman, men militsionerman, men bunaqaman. Yo'q, sen birinchi o'rinda odamsan. U qanaqadir rol. Bugun bu rol o'ynaysiz, men bu rol o'ynaysiz, bu rol o'ynaysiz. Xuddi bu maskalardagida, olib bitta maska taqib olsangiz, bugun bunaqasiz, ertaga bunisini taqdingiz bunisi. Lekin u maskani tagida siz baribir ham o'zingizsiz u. Eng ko'p o'zini qo'rqadigan narsamiz ham shu, o'zi haligi rol, haligi maskani yo'qotish. Yaqinda masterminddan keldim. Bunaqada qozog'istonlik tadbirkorlar bilan anaqa bo'ldi, mastermind bo'ldi. O'tda har xil naqalar, har xil holatlar. Kimdir juda ahvoli yomon, haligi rosa qarzga kirib ketib qolgan. Kimdadir puli ko'p, lekin ichida o'sha halovat yo'q, panические ataki og'ir naqasi.
qarabsizki, ikkalasi har xil narsa bo'lmasa, sababi bitta. Bu ham o'zini roliga bog'lab qo'ygan. Agar mana shu rolim bo'lmasa, men tamom, hech kimga kerak emasman deydi. Demak, o'sha qo'rquv hammasi o'zini maskasiga bog'langanda. Bizda aytadi, yuz yo'qotish deydi. Yuz yo'qotish o'zi aslida shu maskani yo'qotishda. Shundan qo'rqamiz. Mazali ovqatmi yoki zo'r servismi? Masala ovqat, Lokatsiyami yoki konsepsiyami? konsepsiya, Oshpaz yoki menejer? oshpaz, Ko'p mijozmi yoki qimmat chekmi? ko'p mijoz, chunki undan keyin qimmat chek qilsa bo'ladi. Bitta restoranmi yoki tarmoqmi? Tarmoq, Franshiza yoki o'zingiz boshqarishingiz? o'zimiz boshqarish. Qimmat interyermi yoki kuchli oshxona? Kuchli oshxona, Trend orqasidan yugurishmi yoki o'zingiz uslubingizni saqlash? o'zimiz uslub. Yetkazib berish xizmati foyda keltiradimi yoki bosh og'riqmi? Qilolsangiz foyda keltiradi, qilolmasangiz bosh og'riq. Chegirma berish kerakmi yoki narx ushlab turish kerakmi? Yo'q, berish kerak emas. Mahalliy mahsulotmi yoki import? Mahalliy, Mashhur oshpazmi yoki kuchli tizimmi? kuchli tizim. Mijoz doim haqmi? Bizani mijoz haq. Shunaqa emas. Bizani mehmon har doim haq. Mijoz bilan mehmonni farq katta. Aha. U odam kelib siz uyingizga mehmon bo'lib keladi, lekin u hamma narsa qilishga unga haqli degan narsa emas-da. U mehmonligicha turganda u haq. Mehmonlik chegarasidan chiqib ketgandan keyin haq bo'lmay qoladi. Eng katta xato qaysi biri? Noto'g'ri lokatsiyami yoki noto'g'ri sherikmi? Noto'g'ri lokatsiya, Katta оборотmi yoki katta foyda? katta foyda. Restoranni yuragi nima deb hisoblaysiz? Oshxona, servis yoki atmosfera? Hamma narsa bo'lib bo'lmaydi. Muvaffaqiyatli restoranning egasi yaxshi oshpaz, oziq-ovqat sohasini tushunadigan inson bo'lishi shartmi? Yo'q. Pul topish qiyinmi yoki uni restoranda saqlab qolish qiyinmi? Saqlab qolish qiyin. Restoran ochish qiyinmi yoki 5 yil ushlab turish qiyinmi? 5 yil ushlab turish. Odam mijozi restorandan qaytaradigan narsa ko'proq nima? Ovqat sifatimi yoki unga bo'lgan munosabatmi? Munosabat. Eng keraksiz xarajat nima restoranda? Hali ko'p. Qimmat remont. Aha. Restoranda eng inglizchasida underrated deydi. Ya'ni eng past baholanadigan xodim qaysi? Aslida u juda ko'p ishni bajaradi, lekin pastroq baholanadi. Ofitsiant bo'lsa kerak. Aha. Eng ko'p ortiqcha baholanadigan narsa nima? Kadr kim restoranda? Buxgalter. Restoranda hech qachon tejamaslik kerak bo'lgan narsa nima? E'tibor. E'tibor. Restoranni juda ko'p yopishga majbur qilinadigan eng katta xato qaysi? Tizim bo'lmasligi. Siz umuman restoran ochmaydigan joy bormi Toshkentda? Umuman ochish xohlamaysiz? Seulmun. Raqobatchilaringiz restoraniga yashirincha borib turasizmi? Albatta. Yashirincha emas, taniydi-yu mana. Zo'r restoran deganda birinchi nimasiga qaraysiz? Atmosfera. Atmosfera, keyin ovqat, keyin servis. Restoran biznesiga kirayotgan odamga bitta gap bilan qanaqa maslahat berasiz? Kirmanglar restoran biznesga. Boshqa biznes qilinglar, biznes emas bu. Rahmat katta.